Assalomu alaykum Muzaffar tog'a kanali obunachilari. Mana bugungi yuklamimizni Butayz.uz pochtaga olib keldik. Xudo xolasa mana jo'natyapmiz. Assalomu alaykum aziz Muzaffar tog'a kanali muxlislari. Mana endigi efirlarimiz o'sha Butayz degan pochtamiz shu yer, mana shu yerdan chiqaramiz narsalarni. Chiqdik Xorazmga, Andijon, Namangan, Qoraqalpoq, O'zbekiston bo'ylab hamma joyga chiqib ketyapti. Mana takamiz 5 ta zakaz qiluvdi, pukovka nima qilinyapti hozir. Bular ham bari chiqib ketadi joylariga. Bemalol murojaat qilasizlar. O'sha yana eslatib qo'yaman, vodiy bo'ylab 220 ming yo'l kirasi ichida. Yana bir narsani tushuninglar, 220 ming desam, bekka kelishganda o'sha Butayz o'sha yerdagi filiallariga borganda ular 37 ming yo'l kiradi desa, deb telefon qiladi ko'pchilik, nimaga deydi? Yo'q, o'shani ichida 37 mingni 220 mingdan chiqarib yuborasizlar, bo'ldi. 240 ming boshqa vodiydan tashqarida. Unda ham shunaqa 50 ming deyman, 45 ming deyman, o'shandan chiqarib yuboriladi puli. Chiqarib yuborilgandan keyin o'sha qolganini menga o'tkazib beraverasizlar. Shunaqa qilsak, o'sha ichida deyilgani shuda edi, baribir ichida bo'lyapti-yu. Bu yerdagilar pul olmaydi-da, pulni olib kelib bermaydi. Endi bulardan ham shartnoma qilib oldim. Endi sezon bu ko'payib qolsa, xudo xolasa, pullarni beradigan qilib olamiz, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar.